juda yaxshi. Qani o'zi sizlarga qanday vazifа berildi? Sizga 44-mashq. 44-mashq vaqt kelish kerak edi. Yozib kelish hamda gapirib berish. Gapirish. Qani kim gapiradi mana shu mavzuni? Bu matn nima to'g'risida ekan? Qani? Tashqi go'zallik. Ko'pdan javob beramiz. Tashqi go'zallik va ichki go'zallik haqida. Juda ham yaxshi o'tir. Qani matndan nima qildi, nima qiladi so'roqqa javob qilgan so'zlarni aytinglarchi. Qani? Unutmaslik kerak. Yana kerak. Aholi bo'lishdadir. Yana yaramaydi. Yangi darsimiz Barkamol farzand jamiyatimiz tayanchi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Sizlarni bugungi bayramlaringiz bilan tabriklayman. Bugun mening sizlarga bir necha savolim bor edi. Birinchi savolim sizga Jasur. Siz kattaga hurmat deganda nimani tushunasiz? Men kattaga hurmat deganda kattaga salom berish, ularga sizga so'rash, dasturxonga osh kelganda birinchi kattani boshlash kerak. Assalomu alaykum deganda sizga sog'lik tilayman degan so'z. Va alaykum assalom degan men senga ham sog'lik tilayman degan so'z. Katta rahmat. Keyingi savolim sizga Ra'noxon. Siz kechagi o'qigan hikoyadan nimani tushunib oldingiz? Men kecha hikoyani o'qib olganda bir otasi 4 ta o'g'lisiga bir katta baroqqa kichkinagina siyoh tomgizib ko'rsatadi va 3 ta o'g'lisi kichkinagina siyohni ko'rib otasiga aytganda otasi ko'ziga yosh olib yig'lab yuborishadi va o'g'illari otasiga nimaga yig'layapsiz desa otasi senlar katta oq baroqni ko'rmay kichkina siyohni ko'rdinglar deb aytishadi. Sizga ham katta rahmat. Keyingi savolim sizga Bobojon. Siz oila deganda nimani tushunasiz? Men oila deganda bobo-buvilarimizni, ota-onamizni, opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni tushunaman. Biz oilada tinch totib yashaymiz. Sizga ham katta rahmat. Keyingi savolim sizga Hayot. Siz madaniy qadriyat deganda nimani tushunasiz? Men madaniy qadriyat deganda ko'chada yurish odobini, dasturxon atrofidagi odobini va kiyinish odoblarini tushunaman. Sizga ham katta rahmat. Hammangizga Tayanchi daftarimizni ochib, bugungi sanani yozamiz. Qani? 6-sentyabr chiroyli qilib yozamiz. Barkamol avlod jamiyatimiz tayanchi. Harakat va holatini bildirgan so'zlar turkumi fe'l deyiladi. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra harakat fe'llari va holat fe'llariga bo'linadi. Masalan, ukam yig'ladi. Nima qildi? Yig'ladi. Harakatni bildiryapti, holatnimi? Holatni demak bu holat fe'li bo'lar ekan. Karim maktabga bordi. Nima qildi? Bu nimani bildiryapti? Harakatni demak bu qanday fe'l bo'lar ekan? Harakat fe'li. Ana shu harakat va holatni bildirishiga ko'ra ikki turga bo'linar ekan. Harakat fe'llari hamda holat fe'llari. Bugun darsimizda ana shu harakat va holat fe'llariga doir mashqlar bajaramiz. Endi hammamiz hozir e'tiborimizni darslikdagi 46-mashqqa qaratamiz. Qani, mashqning shartini Jasur o'qib yuborchi, 46-mashqning shartini. 46-mashq matnni o'qishda oldingi matnga bog'liqligini aniqlang. Qani, bizga matnni yaxshilab o'qib beradi Hayot. Bog'da yong'oq, shaftoli va olma daraxtlari yonma-yon o'sish
pishar ekan. Daraxti yong'oq daraxtiga qarab o'zicha, nega uning mevalari menikidan ko'p bo'lishi kerak ekan? Mening undan qayerim kam, deb hasad qilibdi. Uning gaplarini eshitib turgan qari olma daraxti esa, sen birovga hasad qilma, o'z ishingni bil. Yong'oq tanasi pishiq daraxt. Buning ustiga u bizga qaraganda ancha baquvvat debdi. Lekin shaftoli uning gaplariga quloq solmabdi. Bahor kelganda hamma shoxlari g'ush-g'ush gullabdi. Gullar to'kilib, tez orada meva tugibdi. Endi shaftoli ham mevalarining ko'pligi bilan faxrlanibdi. Oradan kunlar o'tib, mevalar suv olib yetilab, Uning katta shoxi mevalarning og'irligini ko'tara olmay sinib ketibdi. Pishib yetilmagan shaftolilar yerga to'kilibdi. Shaftoli ularni saqlab qololmaganiga achinib yig'labdi. Shunda olma uni yupatib, "Yig'lama, hali yoshsan. Yana shoxlaring o'sib chiqadi. Bu esa senga dars bo'ldi", debdi. Bo'ldi, bobojon darsdagi mana o'qib chiqardim. Ey farzand, yoshlar kattalarning nasihatlariga quloq solmasa, mana shunday ahvolga tushib qolishi hech gap emas. Hech gap emas. Bunga hammamiz amal qilamiz. Kattalarning aytganiga quloq solmasa, xuddi hozirgi hikoyadagi bolalarning ahvoliga tushib qolar ekanmiz. Qani bolalar, endi mana shu hikoyaga nima deb sarlavha qo'ysak bo'ladi? Hammamiz o'ylanamiz qani. Qanday sarlavha qo'ysak bo'lar ekan? Keyin mazmunni gapirib berasizlar menga. Qani qarang, sen nima deb qo'yding sarlavha? Bog'dagi suhbat. Bog'dagi suhbat yana nima desak bo'ladi? Qanozatli? Daraxtlar suhbati desak bo'lar ekan. Yana nima deb qo'ysak bo'ladi? Kattalarning gapiga quloq solib chiqib qo'ysak bo'lar ekan. Endi qani matnni kim gapirib beradi? Mazmunni. Anaqa Bir kuni bog'da yong'oq shaftolilar o'sib chiqishadi va shaftoli o'zicha yong'oqqa qarab, unga o'xshab mening ham mevalarim ko'p o'smaydi deb o'zicha aytadi va shunda Shaftoli katta shoxini mevasini ko'tarolmay qoldi. mevalari sinib ketdi va yerga to'kilibdi va sen yig'lama. Yozibmi? Arasiga nima qo'yganimiz? Vergu qo'yganimiz arasiga. Albatta chiroyli qo'yganimiz. Tabalarni yeymiz. Qani? Hammaniki bir xil bo'lishi shart emas. Har xil harakatlarga yozsak bo'ladi-ya. Mana. Nuqta qo'yamiz shu bilan. Oxirgisi mana shu. Qo'yamiz, qo'l ko'taramiz-ya. Qani amalda o'qiylik, hammamiz qarab o'tiramiz. Hammaga qo'shinglar. It bog'laydi, sakraydi, nangraydi, yuradi, bog'laydi, cho'p yeydi, kukulaydi. Kukulaydi o'rnida nima desak bo'ladi? Qani qichqiradi desak bo'ladi. Yana nima desak bo'ladi? Yana boshqa qanday yozdi? Qani o'tir anarda Bog'laydi, sakraydi, maraydi, yuradi, suzadi, sut beradi, uyg'otadi. Juda yaxshi qo'lbola uyg'otadi. Qanday ekan? Bog'laydi, sekradi, yuradi, yeydi, suzadi, sovadi, qichqiradi. Qani men o'qiydi, qudrati bor. Bog'laydi, sakraydi, yuradi, suvda suzadi, sog'iladi, kukullaydi. Endi bolalar, yaxshi. Endi hozir 46-mashq deb qo'yinglar. Bog'bon va nihol. Qadim zamonda bir bog'bon bo'lgan ekan. Uning yakkayu yagona farzandi bo'lib, juda tantiq ekan. Bog'bon bolasiga tanbeh bersa, onasi o'rtaga tushib, qo'ya bering, katta bo'lsa eskirib qoladi, der ekan. Bog'bon xotinining gapi xato ekanini tushuntirish uchun shunday yo'l tutibdi.
boqqa ikkita bir xil mevali daraxt misolini yonma-yon ekibdi. Ularni bir vaqtda sug'orib,